Jinsiy aloqa tug'ruqni tezlashtiradimi? Ha, tezlashtiradi. Jinsiy aloqa tug'ruqni tezlashtirib, sperma tarkibidagi prostaglandinlar shaykani yumshatib beradi. To'rtchi infeksiya bola tushishiga sababchi bo'ladimi? Ha, sabab bo'ladi. Ayniqsa, homilador ayol homilador vaqtida to'rtchi infeksiya yuqsa, to'rtchi infeksiya platsentar baryerdan o'tib, bolani zararlaydi. Infeksiya bolani yuragini to'xtatishi mumkin yoki nuqsonlarga olib kelishi mumkin. Shu sababdan homila tushishlari kuzatiladi. Energetiklar bepushtlikka sabab bo'ladimi? Ha, sabab bo'ladi. Qachonki energetiklar me'yoridan ortiq ko'p ichilganda. Energetik tarkibidagi shakar, kofein va sintetik komponentlar organizmga ta'sir qiladi. Gormonal sistemani buzadi, har xil somatik kasalliklarga olib keladi. Olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra, spermani harakatiga va soniga ta'sir qilib, ularni kamaytiradi.